HR va kadrlar bo'limi. Farqi nimada? Assalomu alaykum do'stlar. Bugun juda ko'pchilik chalkashtirib yuboradigan bir mavzu haqida gaplashamiz. Bu HR va kadrlar bo'limi. Ikkalasi ham bir xilmi? Kadrlar bo'limi degani HR emasmi degan savollar sizga ham tanish bo'lsa kerak. Avvallari har bir tashkilotda kadrlar bo'limi bo'lardi. Ular tashkilotda ishlaydigan xodimlarni ishga qabul qilish, ish haqiga oid hujjatlarni tayyorlash va ishdan bo'shatish vazifasini bajarishardi. Ya'ni ularning asosiy vazifasi hujjatbozlik edi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, ko'proq ma'muriy ish bilan shug'ullanadigan bo'lim hisoblanadi. Keyinchalik esa dunyoda bu tushuncha o'zgardi. Ya'ni tashkilotda eng muhim narsa inson kapitali, ya'ni odamlarning bilim va salohiyati deb qarala boshlandi. Va shunda HR, ya'ni Human Resources, inson resurslari boshqaruv tushunchasi paydo bo'ldi. Keling, buni bir oddiy misol bilan tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, bir katta to'y bo'lyapti. Kadrlar bo'limi bu to'yga kelgan mehmonlarni ro'yxatga oladigan va kim qayerda o'tirishini belgilab beradigan odam. HR esa bu to'yning rejissyori. U boshlovchini topadi, musiqa tanlaydi, qayerda nima bo'lishini rejalashtiradi. Hattoki mehmonlarning kayfiyati qanday bo'lishini ham oldindan o'ylaydi. Demak, kadrlar bo'limi hujjat bilan ishlaydi. HR esa odamlar bilan ishlaydi, lekin strategik darajada. E'tiboringizni HR va kadrlar bo'limi farqlarini taqqoslovchi jadvalga qarataman. Bu jadvaldan ko'rinib turibdiki, HR bu nafaqat ishga qabul qilish, balki xodim qanday rivojlanadi, qanday fikrda, tashkilotga qanday hissa qo'shishi mumkin, shularni o'ylaydi. Yana bir misol keltiraman. Bir tashkilotda faqat kadrlar bo'limi bor. Ular xodimni ishga qabul qiladi, lekin xodimni hech kim kutib olmaydi, yo'nalish bermaydi. Shuning uchun bu tashkilotda bir oyda 3-4 kishi ishdan ketadi. Ikkinchi tashkilotda esa HR mavjud. Yangi xodim kelgach kutib olinadi. Unga mentor biriktiriladi va bir haftalik adaptatsiya rejasidan o'tkaziladi. Siz o'ylang, qaysi joyda xodim ko'proq qoladi? Albatta, inson qadrlanadigan joyda. Shunday qilib, HR va kadrlar bo'limi bir-biriga yaqin bo'lsa-da, ularning vazifasi va maqsadi boshqacha. Xulosa qilib aytganda, kadrlar bo'limi odamlar keldi, hujjat rasmiylashtirdik, bo'ldi deyish. HR esa odamlar keldi, uni tushundik, rivojlantirdik va jamoaga qo'shdik deyish. Agar siz haqiqiy HR bo'lishni istasangiz, odamlarga qog'oz sifatida emas, e'tibor va qadriyat bilan yondashing. Videoga like bosing, kanalimizga esa obuna bo'ling. HR darslarining navbatdagisida ko'rishguncha.